Hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, 1991 yil 31 avgustda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, yangi davlat ramzlarini yaratish eng muhim vazifa bo'ldi. 1992 yil boshida davlat madhiyasi to'g'risidagi tanlov e'lon qilindi. Tanlovda 200 dan ortiq bastakor va shoirlar ishtirok etdi. 1992 yil 10 dekabrda O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Davlat madhiyasi qabul qilinganiga 33 yil o'tib, har safar davlat madhiyasi yangraganda o'sha buyuk kun 1992 yil 10 dekabrni faxr bilan eslaymiz va aytamiz. Bu bizning ovozimiz, bu abadiy O'zbekiston. Qonunda madhiyamiz davlat suvereniteti, ya'ni ramziy belgisi hisoblanadi. Har bir o'zbek fuqarosi madhiyaga nisbatan vatanparvarlik ruhi va katta hurmat va ehtirom ko'rsatishlari zarur hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi muallifi Abdulla Aripov, ya'ni O'zbekiston xalq qahramoni va xalq shoiri hisoblanadi. Musiqasini Mutal Burxonov, ya'ni O'zbekiston xalq artisti, atoqli bastakor hisoblanadi va u kishilar birgalikda madhiyani yaratishgan. Madhiyamiz qabul qilinganligining 33 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar aynan Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti davlat va huquq asoslari kafedrasi o'qituvchilari Adham Alisherovich va Akmal Yo'ldashevich tomonidan ham keng targ'ib qilinmoqda. O'qituvchilarimiz bizga madhiyamizni qabul qilinish tarixi, hozirgi kundagi ahamiyati va xalqimiz rivojlanishi, ularni birdamligi asosida qanchalik muhim va asosiy g'oyalardan biri ekanligini tushuntirib kelishmoqda. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi xalqimizning erkinlik, g'urur va shon-sharafini ifoda etuvchi muqaddas ramzi. Dunyo arenalarida yangrayotgan madhiyamiz bu sportchilarimizning yutug'igina hisoblanib qolmasdan, vatanimizning dunyoga mashhur qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Davlat madhiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan barchangizni chin dildan tabriklayman. Madhiyamiz xalqimizning tarixi, xotirasi, orzu umidi va mustaqillik ruhini mujassam etgan muqaddas qo'shiq bo'lib, u bizga doimo vatan oldidagi burchimizni eslatadi va g'urur bag'ishlaydi. 10 dekabr O'zbekiston Respublikasi madhiyasi qabul qilingan kun bilan barchani tabriklayman. Har safar madhiyamiz yangraganda bizda kuch, g'urur, vatanparvarlik hissi uyg'onadi. Ushbu sana munosabati bilan yuridik fakultet professor o'qituvchilari tomonidan O'zbekiston Respublikasi madhiyasi to'g'risidagi qonun haqida tushuntirishlar va ma'lumotlar berildi. Bugun O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining 33 yilligini keng nishonlamoqdamiz. Madhiyamiz xalqimizning ishonchi, g'ururi va mustaqilligi timsolidir. Mana shu 33 yil davomida madhiyamiz O'zbekiston Respublikasining suvereniteti emas, balki yosh avlodning g'ururi va ertangi kun uchun ishonchi bo'lib ham xizmat qilmoqda. Va shu munosabat bilan barcha xalqimizni, yurtdoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi madhiyasining 33 yilligi bilan tantanali ravishda muborakbod etaman.